O'zimizda ham janozalarga ilon ko'rsak, janozaga borsak, inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz sendanmiz, biz senikimiz, ey Rabbim Alloh, senga qaytuvchimiz degan oyatni ta'ziyalarga aytadiganni nima uchun sham o'chganda dedilar Hadicha onamiz roziyallohu anhu aytdingiz deganda payg'ambar alayhissalatu vasallam har bir insonga keladigan musibat u uchun ilon bir insondan bizning uyimizda sham bor edi, sham o'chib qolgani biz uchun bir musibat, shuning uchun shu duoni o'qidim degan ekanlar. Olimlarimiz aytadilarki, Ramazondan keyingi kun bizlarga ham inshaalloh ilon Alloh panoh bersin, bizlarga ham bir musibatki bu yil Ramazongacha kim bor u kim yo'q. Alloh ilon Parvardigor barchalarimizni Ramazoniy kechalarda, Ramazon oylarida ilon karot marot yetkazmoqligini nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo bu ilon va nimalar, bu to'ylarimizni, bu ilon baxt saodatlik oilalarni ilon qurishiga sababchi bo'ladigan Alloh subhanahu va taolo Ahror Xo'jaxon, Alloh ilon Parvardigor kuyovimizga ilon kelinimiz muborak bo'lsin. Risolat